oktyabrddan keyin pensiya oladigan har bir odam bir narsani aniq tushunib olishi kerak. Endi men har oy pulimni olib yuribman. Demak hammasi joyida deb beparvo yurish xavfli bo'lishi mumkin. Gap faqat pensiya miqdori haqida emas, gap hujjat, karta, yashash manzili, ishonchnoma, qo'shimcha to'lovlar va tekshiruv tartiblarida. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Nima o'zgaryapti? Kim tayyor turishi kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi va eng muhimi pensiyangiz kechikmasligi yoki kamayib qolmasligi uchun hozirdan nima qilish kerak? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlari, nabiralari, vasiylari va pensiya hujjatlari bilan shug'ullanadigan har bir oilaga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday yangiliklarni vaqtida bilgan odam keyin idora yugurib yurmaydi. Avval qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiyasini oddiy tartibda olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir pochta orqali, kimdir ishonchnoma bilan qarindoshi orqali. Hujjatlar bir marta topshirilgan, pensiya tayinlangan, keyin yillar davomida katta o'zgarish bo'lmagandek tuyulgan. Ayrim hollarda odam manzilini almashtirgan. Lekin pensiya jamg'armasiga xabar bermagan. Kimdir plastik kartasi muddati tugayotganini sezmagan. Kimdir nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rishdan o'tish kerakligini unutgan. Yana kimdir ish staji yoki ish haqi haqidagi eski arxiv ma'lumotlarni to'g'rilatsa pensiyasi oshishi mumkinligini bilmagan. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, 10 oktyabrdan boshlab pensiya to'lovlari va pensiya bilan bog'liq ma'lumotlar yanada qat'iy tekshiriladi. Ma'lumotlar bazalari o'zaro solishtiriladi. Hujjatlardagi nomuvofiqliklar tezroq ko'rinadi. Ya'ni davlat idoralari, bank, FHDYO, migratsiya, tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari va boshqa bazalarda pensioner haqidagi ma'lumotlar bir-biriga mos kelmasa, to'lovda kechikish, qayta aniqlashtirish yoki qo'shimcha hujjat talab qilinishi mumkin. Men bu yerda eng muhim fikrni alohida aytaman. Hammaning pensiyasi birdan to'xtab qoladi degan gap noto'g'ri. Lekin hujjatida kamchilik bor, kartasi ishlamayotgan, manzili yangilanmagan. Ishonchnomasi muddati o'tgan yoki qo'shimcha to'lov olish huquqi borligini tasdiqlamagan odamlar albatta ehtiyot bo'lish kerak. O'zgarishning maqsadi tartibni aniq qilish, to'g'ri to'lovlarning oldini olish va haqiqatan ham haqli bo'lgan odamga pullar vaqtida yetib borishini ta'minlashdir. Birinchi masala pensiya to'lov usuli. Agar siz pensiyani bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, karta faolmi? Muddat tugamaganmi? Bankdagi pasport ma'lumotlaringiz hozirgi hujjatingiz bilan bir xilmi? Shuni tekshiring. Masalan, bir pensionerning eski pasportidagi familiya yozilishi bankda boshqacha. Pensiya jamg'armasida boshqacha bo'lsa, tizim buni nomuvofiqlik deb ko'rishi mumkin. Natijada pul yo'qolmaydi, lekin to'lov tushishi kechikadi. Odam esa bankka boradi. Bank pensiya jamg'armasiga yuboradi. Pensiya jamg'armasi bank ma'lumotini yangilashni so'raydi. Birgina harf farqi ham vaqt yo'qotishga olib keladi. Ikkinchi masala pochta orqali pensiya oladiganlar. Ayrim pensionerlar uyda bo'lmagani, manzil o'zgargani yoki pochta xodimi kelganda hujjat tayyor bo'lmagani sabab pensiyasini vaqtida olmaydi. 10 oktyabrdan keyingi tartibda bunday holatlarda pensioner haqiqatdan shu manzilda yashayaptimi? Pulni o'zi olyaptimi? Vakili qonuniy hujjat bilan olyaptimi degan savollar yanada aniqroq tekshirilishi mumkin. Agar siz vaqtincha boshqa tumanda yashayotgan bo'lsangiz, farzandingiznikida turgan bo'lsangiz yoki davolanish uchun boshqa shaharga ketgan bo'lsangiz, bu holatni oldindan aniqlashtiring. Uchinchi masala, ishonchnoma. Ko'p oylarda keksa ota-onaning pensiyasini farzandi olib beradi. Bu normal holat, lekin faqat qonuniy ishonchnoma bo'lsa. Ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa, oldin ham olib yurardim degan gap yetarli bo'lmaydi. Masalan, ona 2 yoshda yurishi qiyin. O'g'li har oy pensiyani olib keladi. Agar ishonchnoma 1 yilga bergan va muddati 5 oktyabrda tugagan bo'lsa, 10 oktyabrdan keyingi to'lovda bank yoki pochta pulni bermasligi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas. Bu hujjat yangilanmaguncha pul berilmaydi degani. 4-masala qo'shimcha to'lovlar. Ba'zi pensionerlar asosiy pensiyadan tashqari ustama, kompensatsiya, parvarish puli yoki nogironlik bilan bog'liq qo'shimcha to'lov oladi. Mana shu qo'shimcha to'lovlar uchun asos bo'lgan hujjatlar ham tekshiriladi. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa, qayta ko'rik sanasi o'tib ketgan bo'lsa yoki parvarishga muhtojlik holati bo'yicha yangi xulosa kerak bo'lsa,
qo'shimcha pul vaqtincha to'xtashi mumkin. Asosiy pensiya boshqa masala, qo'shimcha ustama boshqa masala. Odamlar ko'pincha shu ikkalasini aralashtirib yuboradi. Men birinchi navbatda quyidagi odamlar tayyor turishini aytaman. Yaqinda pasport yoki ID karta almashtirganlar. Chunki yangi hujjat olingandan keyin barcha bazalarda ma'lumot avtomatik yangilandi deb o'ylash xato. Ko'p hollarda yangilanadi. Lekin bankdagi hisob raqamida yoki eski arxiv ma'lumotlarida farq bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh yashash manzilini o'zgartirganlar. Masalan, pensioner Qashqadaryodan Toshkentga farzandi yoniga ko'chib kelgan. Lekin propiska, vaqtincha ro'yxat yoki amaldagi yashash joyi bo'yicha ma'lumotni yangilamagan. Pensiya eski manzil bo'yicha yurayotgan bo'lsa, to'lov usulida muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa pochta orqali oladiganlar buni jiddiy qabul qilish kerak. Uchinchi guruh pensiyasini boshqa odam orqali olayotganlar. Bu yerda ishonchnoma, vasiylik, homiylik, sud qarori yoki notarial hujjatlar to'g'ri bo'lishi shart. Og'zaki kelishuv hech narsani hal qilmaydi. Farzand ota-onasiga yordam berayotgani tushunarli, lekin tizim hujjatga qaraydi. 4-guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik ustamasi oluvchilar. Agar tibbiy mehnat ekspertiza muddati belgilangan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish sanasini o'tkazib yubormang. Masalan, 2 guruh nogironligi 1 yilga berilgan bo'lsa va muddat 15 oktyabrda tugasa. Odam mening ahvolim o'zgarmagan deb o'tira olmaydi. Xulosa yangilanmasa, to'lovni davom ettirish uchun asos yetishmaydi. 5-guruh ishlashda davom etayotgan pensionerlar. Ishlayotgan pensionerning pensiya hisob kitobi. Soliqqa oid ma'lumotlari, ish staji va rasmiy ish haqi bo'yicha ma'lumotlari alohida ahamiyatga ega. Kimdir pensiyada bo'lsa ham rasmiy ishlaydi. Kimdir shartnoma asosida ishlaydi. Kimdir mavsumiy ish qiladi. Har bir holat pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin qayta hisoblash, qo'shimcha staj yoki ma'lumotlarni solishtirishda ahamiyatli bo'ladi. Agar sizning ID kartangiz yoki pasportingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, qo'shimcha to'lovlar bo'yicha muddati o'tgan hujjatingiz bo'lmasa, unda vahimaga tushishga asos yo'q. Siz baribir tekshirishingiz kerak, lekin endi pensiyamni bermaydi deb qo'rqishingiz shart emas. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli pensioner har oy pensiyasini bank kartasiga oladi. ID kartasi yangi. Bank ilovasida karta faol, telefon raqami o'z nomida, manzili o'zgarmagan. Bunday odam faqat kartaning amal qilish muddatini, bankdagi familiya va pasport ma'lumotlarini, pensiya jamg'armasidagi shaxsiy ma'lumotlarni tekshirsa yetarli bo'ladi. Yana bir misol, 75 yoshli otaxon pensiyasini pochta orqali oladi, lekin u doim o'z uyida, pasporti amalda, hech qanday ishonchnoma ishlatilmaydi. Bunday holatda ham katta xavf yo'q. Faqat pochta keladigan kunlarda shaxsni tasdiqlovchi hujjat tayyor bo'lishi, manzil to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi va agar vaqtincha boshqa joyga ketadigan bo'lsa, oldindan xabar berilishi kerak. Keling, real hayotga yaqin vaziyatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, ayol 6 yoshdan oshgan, pensiyasi 20.200.000 so'm. U yaqinda ID karta olgan, lekin bankdagi eski pasport ma'lumoti yangilanmagan. 10 oktyabrdan keyin pensiya tushishi kerak bo'lgan kuni pul kechikdi. Ayol darrov pensiyamni kesib tashlashdi deb o'ylaydi. Aslida esa bank ma'lumotlari va pensiya ma'lumotlari moslashtirilishi kerak. U bankka ID karta bilan boradi, ma'lumotni yangilaydi. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki elektron xizmat orqali murojaat qiladi. Pul odatda yo'qolmaydi, faqat to'lov sanasi surilishi mumkin. Ikkinchi misol, otaxonning pensiyasi 20.800.000 so'm. Qo'shimcha ravishda nogironlik ustamasi bor. Nogironlik xulosasi muddati 7 oktyabrda tugagan, oila esa buni unutgan. 10 oktyabrdan keyingi hisob kitobda asosiy pensiya saqlanishi mumkin, lekin ustama bo'yicha savol tug'iladi. Oila nega kam tushdi deb hayron bo'ladi. Sabab oddiy. Ustama uchun hujjat yangilanmagan. Bu yerda aybdor qidirishdan oldin tibbiy xulosani tekshirish kerak. Uchinchi misol, pensioner ayol qizining uyida yashayapti. Ro'yxatda esa hali eski manzil ko'rsatilgan. Pochta pensiya eski manzilga olib boradi. U yerda hech kim yo'q. Keyin pul qaytadi yoki to'lov kutish holatida qoladi. Ayol esa menga pensiya kelmadi deydi. Bunday vaziyatda manzilni yangilash eng muhim ish. Agar odam doimiy ko'chmagan bo'lsa ham, to'lov usulini bank kartasiga o'tkazish ancha qulay bo'lishi mumkin. 4-misol,
farzand otasining pensiyasini olib yuradi. Ishonchnoma muddati tugagan, lekin farzand buni sezmagan. Bank xodimi pul bermaydi. Farzand jahli chiqib, men har oy olardim-ku deydi. Bank xodimi esa qonuniy hujjatsiz pul bera olmaydi. Bu yerda yechim bitta. Notarial ishonchnomani yangilash yoki agar otaning sog'lig'i bunga imkon bermasa, qonuniy vakillik masalasini to'g'ri rasmiylashtirish. Eng ko'p uchraydigan nozik masala shuki, odamlar pensiya tayinlangan, demak urubot hech qanday hujjat kerak emas deb o'ylaydi. Asosiy yoshga doir pensiya bo'yicha haqiqatan ham har oy qayta ariza berilmaydi. Lekin shaxsiy ma'lumot o'zgarsa, to'lov usuli o'zgarsa, karta muddati tugasa, fuqaroning yashash holati o'zgarsa yoki qo'shimcha to'lovlar uchun asos bo'lgan hujjat muddati tugasa, albatta yangilash talab qilinadi. Yana bir nozik joy, chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda bo'lsa, uning pensiya olish tartibi alohida aniqlashtirilishi mumkin. Bu yerda har bir holat bir xil emas. Kimdir vaqtincha davolanishga ketgan, kimdir farzandlari yonida bir necha oy yashayapti, kimdir doimiy yashashga chiqib ketgan. Shuning uchun bunday odamlar ayniqsa oldindan pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, to'lovni davom ettirish shartlarini bilib olish kerak. Keyingi masala vafot etgan pensioner nomiga pul tushishi. Oilalarda ba'zida og'ir holat bo'ladi. Pensioner vafot etadi, lekin karta qo'lda qoladi. Kimdir bilib bilmay pulni yechadi. Bu juda xavfli. Chunki ma'lumotlar bazasi solishtirilganda bunday to'lov ortiqcha to'lov sifatida ko'rinadi va keyin qaytarish talab qilinadi. Men qat'iy aytaman, pensioner vafot etgan taqdirda uning nomidagi pensiya pulini o'zboshimchalik bilan yechish to'g'ri emas. Marhumning oilasiga tegishli dafn puli, o'lmay qolgan pensiya yoki meros bilan bog'liq tartiblar bo'lishi mumkin, lekin hammasi qonuniy rasmiylashtirilishi kerak. Yana bir muhim nuqta, telefon orqali aldovlar. O'zgarishlar boshlanganda firibgarlar ham faollashadi. Ular pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun karta raqamingizni ayting, SMS kodni ayting, pulingizni yangilab beramiz, pensiya qo'shib beramiz deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Hech qachon SMS kodni bermang, karta parolini aytmang, bank ilovasiga kirish kodini hech kimga uzatmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali karta, PIN kodi yoki SMS kod so'ramaydi. Buni farzandlaringizga ham, ota-onangizga ham tushuntiring. Endi eng muhim qism, nima qilish kerak? Men sizga oddiy va aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilish muddati o'tmaganmi? Familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Shuni ko'ring. Agar hujjatda xato bo'lsa, uni keyinga qoldirmang. Bitta xato keyin pensiya, bank, arxiv, tibbiy ma'lumotlarda zanjirli muammo chiqaradi. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Hisob raqam faolmi? Kartaga blok tushmaganmi? Telefon raqam sizning nomingizdami? Bankdagi pasport ma'lumoti yangimi? Agar kartaning muddati yaqinlashgan bo'lsa, yangi karta ochishni kutib o'tirmang. Pensiya tushadigan sanadan oldin hal qiling. Chunki pul eski yopilgan kartaga yo'naltirilsa, uni qayta yo'naltirish vaqt oladi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringizni aniqlashtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borishingiz mumkin yoki MyBook.uz orqali mavjud elektron xizmatlarni tekshirishingiz mumkin. Agar elektron xizmatdan foydalana olmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli qarindoshingiz yordam bersin. Lekin yana takrorlayman, login, parol, SMS kodlarni begona odamga bermang. 4-qadam, qo'shimcha to'lovlar bo'lsa, ularning hujjatlarini alohida papkaga joylang. Nogironlik xulosasi, parvarish bo'yicha hujjat, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha hujjatlar, o'qiyotgan farzandlar uchun ma'lumotnoma, vasiylik yoki homiylik hujjatlari, ishonchnoma, bank rekvizitlari. Hamma narsani bitta joyga qo'ying. Kerak bo'lganda qayerda edi deb izlab yurmaysiz. 5-qadam, agar pensiyangiz miqdorida xato bor deb o'ylasangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki gap ko'pincha natija bermaydi. Murojaatda ism, familiyangizni, pasport yoki ID karta ma'lumotini, yashash manzilingizni, telefon raqamingizni, pensiya turini va aniq savolingizni yozing. Masalan, mening 2004 yil oktyabr oyidagi pensiya to'lovim odatdagidan kam tushdi. Sababini tushuntirib berishingizni va hisob kitobni tekshirishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 6-qadam, eski ish stajingizni tekshiring. Ayrim
pensionerlarda 1990 yillar, 2000 yillar boshidagi ish staji to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Agar sizda mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish joyidan ma'lumotnoma yoki sud orqali tasdiqlangan hujjat bo'lsa, pensiyani qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Har doim ham pensiya oshadi deb va'da bermayman, lekin tekshirishga arziydi. Ayniqsa ko'p yil ishlagan, lekin pensiyasi kam chiqqan odamlar buni e'tiborsiz qoldirmasin. 7-qadam, oiladagi keksalar bilan alohida gaplashing. Farzandlar ko'pincha ota-onasining pensiya hujjatlaridan bexabar bo'ladi. Keyin bir kuni pul tushmay qolsa hamma shoshiladi. Bugunoq ota-onangizdan so'rang. Pensiyani qayerdan olasiz? Karta qachon tugaydi? Ishonchnoma bormi? Pasportingiz yangimi? Qo'shimcha to'lov olasizmi? Nogironlik hujjatingiz muddati qachon tugaydi? Bu savollar noqulay emas, bu oilaviy mas'uliyat. 8-qadam, firibgarlikdan himoyalaning. Telefoningizga kelgan SMS kodni hech kimga aytmang. Pensiya qo'shib beramiz degan havolalarga kirmang. Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqda kelgan noma'lum anketa va linklarga karta ma'lumotini kiritmang. Rasmiy ma'lumotni faqat davlat idoralarining rasmiy sahifalari mybank.gov. Uz bankning rasmiy ilovasi yoki pensiya jamg'armasi bo'limi orqali tekshiring. Agar sizda savol tug'ilsa, birinchi boriladigan joy yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, o'sha hujjat, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, qo'shimcha to'lovga asos bo'lgan hujjatlar va telefon raqamingizni olib boring. Agar boshqa odam nomidan borayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma yoki qonuniy vakillik hujjati kerak bo'ladi. Bankka boradigan bo'lsangiz, ID karta, bank kartasi va telefoningizni olib boring. Bankdan karta faolmi? Hisob raqam yopilmaganmi? Pasport ma'lumoti yangilanganmi? Pensiya tushumi uchun hisob to'g'ri ishlayaptimi? Shularni so'rang. Bank xodimidan og'zaki hammasi yaxshi degan gapni eshitibgina ketmang. Iloji bo'lsa, ilovada yoki chek orqali karta faol ekanini tekshirib oling. Agar nogironlik yoki tibbiy xulosa bilan bog'liq masala bo'lsa, oilaviy poliklinika, tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi va tegishli tibbiy hujjatlar kerak bo'ladi. Eski tashxislar, davolanish varaqalari, shifokor xulosalari, dori-darmon qabul qilish haqidagi ma'lumotlar ham foydali bo'lishi mumkin. Bu hujjatlarni oxirgi kunga qoldirsangiz, navbat vaqt va asab ketadi. Agar ish staji bo'yicha muammo bo'lsa, avval mehnat daftarchasini ko'ring. Keyin eski ish joyingiz hali mavjud bo'lsa, u yerdan ma'lumotnoma oling. Ish joyi tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak bo'ladi. Murojaatda qaysi yillarda, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlaganingizni imkon qadar aniq yozing. Men oldin zavodda ishlaganman degan umumiy gap arxivga yetarli bo'lmaydi. 1997 yildan 1996 yilgacha falon korxonada tikuvchi bo'lib ishlaganman degan aniq ma'lumot kerak. Eng katta xato vahimaga tushib eshitgan gapga ishonish. Ko'chada kimdir hammaning pensiyasi kamayadi desa, bu hali rasmiy ma'lumot degani emas. Kimdir 10 oktyabrdan keyin karta bo'lmasa pul bermaydi desa, bu ham har bir holat uchun to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Har bir pensionerning vaziyati alohida. Kimdir bank orqali oladi, kimdir pochta orqali, kimdir ishonchnoma bilan, kimdir qo'shimcha ustama bilan. Ikkinchi xato, hujjatni oxirgi kunga qoldirish. Karta muddati tugashiga 2 kun qolganda bankka borish, nogironlik qayta ko'rigi muddati o'tgandan keyin yugurish, ishonchnoma tugaganidan keyin pul olishga borish muammoni ko'paytiradi. Oldindan tekshirgan odam navbatda kam turadi, asabi kam buziladi, to'lovi ham kechikmaydi. Uchinchi xato, begona odamga ishonish. Men sizga pensiyani oshirib beraman, tanishingiz bor, tez hal qilaman. Hujjat kerak emas, pul bering degan gaplardan ehtiyot bo'ling. Pensiya hisob-kitobi hujjat va qonun asosida qilinadi. Agar haqiqatan xato bo'lsa, yozma murojaat, arxiv hujjati, bank ma'lumoti, tibbiy xulosa orqali hal qilinadi. Noqonuniy yo'l keyin odamning o'ziga zarar qiladi. 4-xato, farzandlarning beparvoligi. Keksalar ko'pincha telefon, bank ilovasi, elektron xizmatlardan qiynaladi. O'zi biladi deb qo'yish to'g'ri emas. Bir marta yonda o'tirib kartasini, hujjatini, pensiya tushumlarini, ishonchnomasini tekshirib berish katta yordam bo'ladi. Bu 1 soat vaqt oladi, lekin keyin haftalab yugurishning oldini oladi. Demak, 10 oktyabrdan keyingi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shuki, pensiya tizimida ma'lumotlar aniqroq tekshiriladi. To'lov usullari, hujjatlar, ishonchnomalar, manzil va qo'shnilar bo'yicha tartibga e'tibor kuchayadi.
bu hamma pensiyaning puli kamaydi degani emas. Lekin hujjatda kamchilik bor, odam vaqtida harakat qilmasa, pensiyasi kechikishi, qo'shimcha to'lovi to'xtab turishi yoki qayta aniqlashtirishga tushishi mumkin. Men ekspert sifatida sizga eng oddiy tavsiyani beraman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring. Bank kartangizni tekshiring. Manzilingizni aniqlashtiring. Ishonchnoma va qo'shimcha to'lov hujjatlari muddatini ko'ring. Agar savol bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Har bir narsani rasmiy yo'l bilan qiling. Telefon firibgarlariga ishonmang. SMS kod va karta parolini hech kimga bermang. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni ularga ham tushuntirib bering. Izohlarda yozing. Siz pensiyani bank kartasiga olasizmi yoki pochta orqalimi? 10 oktyabrdan keyingi o'zgarishlar bo'yicha sizda qanday savol bor? Men eng muhim savollarni keyingi videolarda alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Chunki pensiya, nafaqa, hujjat va yangi tartiblar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda yetkazishda davom etaman.